O'simliklar genetik resurslari ilmiy tadqiqot instituti O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi huzuridagi qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar milliy markazi tizimida o'z ilmiy faoliyatini yuritib kelmoqda. O'simliklar genetik resurslari ilmiy tadqiqot instituti 1924-yilda tashkil etilgan va Markaziy Osiyodagi genetik resurslar sohasida ilmiy faoliyat olib boruvchi eng yirik ilmiy tadqiqot muassasalaridan biri hisoblanadi. Institut taniqli olim Nikolay Ivanovich Vavilov 1924-yilda Afg'oniston ekspeditsiyasidan qaytib kelayotganda Toshkentda to'xtab, qishloq xo'jaligi bilan bog'liq muassasalar faoliyati bilan tanishdi va o'zi faoliyat olib borayotgan amaliy botanika va yangi ekinlar institutining O'rta Osiyo tajriba stansiyasini ochilishiga asos soldi. 1916-yil botanika fani uchun birinchi marta yumshoq bug'doyning legulsiz, yaprog'ining tilchasi bo'lmagan shakllari to'plangan. 1965-yillarda amalga oshirilgan ilmiy ekspeditsiyalar natijasida ushbu turning 17 tur xillari va yana fanga aniq bo'lmagan 9 turi tog'li Badaxshon viloyati hududidan yig'ib kelindi. Bo'limda 27 ta ekin turining 5700 qariyb 6000 dan ziyod kolleksiya namunalari bugungi kungacha tirik holda saqlanib kelinmoqda. Bu namunalar yillar davomida ilmiy ekspeditsiya yo'li bilan yig'ib kelingan bo'lib, bu ilmiy ekspeditsiyada Rossiya, Yaponiya, Koreya va bir qancha qo'shni davlatlar bilan hamkorlikda yig'ib kelingan namunalar. Institutimizning asosiy vazifalari o'simliklar genetik resurslarini yig'ish, ularni saqlash, o'rganish va shu o'rganish asosida qimmatli xo'jalik belgilariga ega bo'lgan abiotik va biotik stress omillariga chidamli namunalarni tanlab, ularni seleksiyanerlarga yetkazib berishdan iborat. Bunda ekspeditsiyalarning o'rni juda ham katta. Joriy yilda Rossiya Federatsiyasining butun Rossiya O'simliklar genetik resurslari tadqiqoti instituti olimlari bilan hamkorlikda uyushtirilgan ekspeditsiya natijasida respublikamizning turli mintaqalardan qishloq xo'jaligi ekinlarining 139 turiga mansub 615 ta namunalari yig'ilib, milliy genofond boyitildi. Milliy gen bank o'zi nima, genofond o'zi nima degan savollarga qisqacha qilib javob beradigan bo'lsam, hozirgi kunda dunyoda hammamiz bilamiz, FAO Xalqaro oziq-ovqat xavfsizligi tashkiloti mavjud bo'lib, shu tashkilot negizida dunyo bo'ylab 1000 dan oshiq milliy gen banklar faoliyat olib boradi. Demak, milliy gen bankning asosiy funksiyasiga qishloq xo'jaligi ekinlari urug'larini kolleksiyasini saqlash, kolleksiyani doimiy ravishda boyitish hamda kelajak avlodga kafolatli saqlagan holda yetkazib berish funksiyalaridan birini bajaradi. Demak, institutimizda asosiy bizning milliy gen bank bilan ishlaydigan 4 ta laboratoriyamiz mavjud. Saqlanayotgan texnik ekinlar, ya'ni g'o'za, ya'ni paxta, krotoliariya, bamiya, jut kabi texnik ekin turlarini biz texnik ekinlar bo'limiga beramiz reproduksiyalash jarayoni uchun. Sabzavot ekin turlari, poluz ekin turlarini albatta biz tegishli bo'limga, ya'ni sabzavot bo'limimizga beramiz. Donli va dondukkakli ekin turlarini dala ekinlari bo'limiga beradigan bo'lsak, undan tashqari oxirgi kategoriyadagi germoplazma namunalari, ya'ni moyli ekin guruhlarini biz moyli ekinlar stansiyasiga taqdim qilamiz. Laboratoriyamiz o'simliklar biotexnologiyasi laboratoriyasi. Laboratoriyamizda asosiy tadqiqot yo'nalishlari bu o'simliklarning gen injeneriyasi, ya'ni zamonaviy genlarni tahrirlash usuli yordamida genlarni maqsadli boshqarish va o'simliklarning qimmatli xo'jalik belgilarini, xususiyatlarini takomillashtirish va shu orqali o'simliklarni takomillashgan navlarini yaratishga xizmat qilish. Bundan keyingi yo'nalishda laboratoriyamiz genlarni xaritalash tadqiqotlarini amalga oshirish yo'nalishida ishlaydi. Bunda o'simliklardagi qimmatli xo'jalik belgilarini boshqarishda ishtirok etuvchi yangi noyob va qimmatli genlarni aniqlaydi va molekulyar seleksiya dasturlariga, xususan markerlarga asoslangan seleksiya, genom seleksiyasi va genlarni bir genotipga jamlash tadqiqotlarini amalga oshiradi. Hozirgi kunda laboratoriyamizda o'simliklar genetik resurslarini turli xil abiotik va biotik stresslarga chidamliligini molekulyar skrining qilish bo'yicha tadqiqotlar olib borilmoqda va bundan tashqari hozirda o'simliklarning 10 dan ortiq
dorivor va manzarali turlarni in vitro kulturasiga kiritilgan va ularni mikroklonal ko'paytirish yo'lga qo'yilgan. Respublikamizda ilmiy sohada faoliyat yuritib kelayotgan ilmiy tadqiqot muassasalari talabnomalari asosida 2020-2024 yillar holatiga ko'ra 31 xil ekin turining 2454 ta qimmatli xo'jalik belgilariga ega germoplazmalari bilan ta'minlandi. Bugungi kunda bizning laboratoriyamizda qishloq xo'jaligi ekinlarining poliploid shakllarini yaratish, yovvoyi, yarim yovvoyi o'simlik turlarining genetik materiallarini madaniy navlarga integressiyasi bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib bormoqdamiz. Bundan tashqari, qishloq xo'jaligi ekinlarining yangi navlarini yaratish bo'yicha ham ilmiy tadqiqotlarimizni olib bormoqdamiz. Jumladan, rangli tolali g'o'zaning yangi navlarini, tola chiqimi yuqori, tola sifati, vertiksioz yiltiga chidamli yangi navlarni yaratish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib bormoqdamiz. Bizning Dala gen bankimizda o'simliklar, mevali ekinlar kolleksiyasi saqlanadi. Hozirgi kunda gena fondimizda nok, behi, uzum, olma, shaftoli, o'rik, bodom, unabek namunalari saqlab kelinmoqda. Bo'limning faoliyati davomida ushbu ekin turlari bo'yicha mahalliy va xorijiy mintaqalarga ekspeditsiyalar tashkil qilib, ekin turlariga oid bo'lgan yangi nav va namunalar bilan milliy genofondimizni boyitish va seleksiya tadqiqotlariga jalb qilishdan iborat. O'simliklar genetik resurslari ilmiy tadqiqot instituti uzoq yillardan beri demak xalqaro ilmiy tadqiqot markazlari bilan yaqindan hamkorlik qilib kelamiz. Bulardan demak aytib o'tishimiz mumkin. Qurg'oqchil yerlarda ilmiy tadqiqotlar olib boruvchi ICARda xalqaro ilmiy markazi, xalqaro makkajo'xori va bug'doyni yaxshilash markazi, sho'rlangan hududlarda tadqiqotlar olib boruvchi xalqaro ICBA markazi va oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi uchun genetik resurslari xalqaro shartnomasi va shuningdek Crop Trust, Germaniyaning Crop Trust xalqaro tashkilotlari bilan aynan shu o'simliklar genetik resurslarini saqlash, ulardan barqaror foydalanish, kadrlar salohiyatini oshirish sohasida keng hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Institut olimlari tomonidan qishloq xo'jaligi ekinlarining jami 32 ta turiga oid 86 ta navlari yaratilib, davlat reyestriga kiritilgan. Seleksiya yutug'i sifatida 13 ekin turining qariyb 40 ga yaqin navlariga patent olingan. Institutda jahon standartlariga mos bo'lgan uzoq muddatli gen bank qurish rejalashtirilgan. Yangi tipdagi gen bankda o'simlik urug'lari 18 gradus haroratda 100 yil va undan ortiq davr davomida kafolatli saqlanadi. Barcha qulayliklarga ega, noqulay ob-havo sharoitidan himoyalangan holda sun'iy ravishda iqlimi nazorat qilinadigan aqlli issiqxonalar qurish rejalashtirilgan.